61. mektep Kaptanlı'nda ders satan var. 15-20 metre yürüseniz bu mektep bilen bakçaga barasiz. Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorumizda 12 yer maydoniga shaharning ichidan qurilish tugallanmagan hovli joy bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, fasad 20 metr, orqaga qarab 60 metr bo'ladi. 5 xonasi solingan. Bu yerda временный daraza qo'yib qo'ygan ekanlar. Ichkari taraflarini ko'rsatamiz. Ichkarilari keng plashatka. Ana shu paxsadan arqa paxsagacha 20 metr bo'ladi. Bu tarafda 5 xona joy solingan, fundamentlar baland qilib, so'killari yaxshi qilib ishlangan. Agar xohlasanglar bu yoqni qo'yib sabasanglar ham bo'ladi, bo'lmasa bu tarafni o'zi ham bir xo'jalikqa bo'ladi. Arqa tarafına kelsak, orqa tarafida yerlari egilib turgan, oqar suvdan hech qanday muammo yo'q. Lokatsiyasi yaxshi yerda bo'ladi. Bog'cha, maktab bir odam. Yerlarni e'tibor bering, yerlar egilib turibdi. Mol qo'y boqaman desangiz ham yer yetarlicha. Oqar suvdan muammo yo'q, gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma narsasi bor. Shunda 10-15 metr yurasiz. Maktab, bog'cha yonganasi joylashgan bo'ladi. Narxi bunda qimmat emas. Narxidan kelsak, narxi $20,000 pastda nomer qoldiraman. Kelib o'zingiz gaplashib kelish osonroq bo'ladi. Bu videoni shahar ichidan 12 sotixlik yer qarab turgan. Yer bo'lgandan gaz, svet yaxshi yerdan qarab turgan tanish bir shart tashlab qo'yamiz. Lokatsiyasini vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Hozir maktabdan ko'rsamiz, shöyle chiqqan yerda ko'rinib turibdi. 61. mektep Kaptanlı'da ders satan var. 15-20 metr yürüseniz bu mektep bilen bakçaga barasiz. Dostlar, bu qurilish tugallanmagan joyimizning narxini kelsak, narxi $20,000. Qatib qolgan narximiz ustida kelishiladi. Pastda nomerlarni taklif etsanglar, olib kelib ko'rsatamiz. Pagod tinmaydi bu yerlarda. Gaz, svet zo'r, bozorga yaqin. Undan tashqari lokatsiyani tushuntiraman. Manzilimiz Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Toshkent mahallasi, Furqat ko'chasi bu? Furqat ko'chasi bo'ladi. Uglovoydan 2-joy. Amangeldan kelsanglar ham bo'ladi. 61. mektep tarafdan kelsanglar ham bo'ladi. Hammaga rahmat, bizlar kuzatishda davom eting.